Hurmatli do'stlar, va nihoyat Spark avtomobilini yutib olgan insonlar keldi. Andijon qayerdan aka? Andijon Qo'rg'ontepa tumani. Qo'rg'ontepada. Opamiz yutib oldi, turmush o'rtoqlari bilan kelishdi. Opa, profilingiz nima edi? Dilnoza Xudoynazarova 19. Tabriklaymiz. Ilom yaxshi kunlarga haydanglar. Hozir sizlar bilan guvohliklaymiz. Notariusga borib, qoldi sotib qilib, Andijonga borib bayram qilib mashinani topshirib kelamiz. Qani ketdik. Do'stlar, hozir notariusga keldik va mana Dildora opamizni turmush o'rtoqlari bilan Spark avtomobilini nomlariga o'tkazib berdi. Aka, hujjatlar tayyor bo'ldi. Hujjatlar tayyor bo'ldi. Yodgorjon aka, hamma qatordan ko'rsatdi. Sizning qonun topshiriqni rasmiylashtirildi, pul bo'lsin. Aka, tez pasport. Endi bo'lsa birgalikda Andijonga ketdik. Hurmatli do'stlar, biz hozir Andijonga kelib, Yodgor akani xonadonlariga kelib, avtomobilni topshirdik. Juda ham xursand bo'ldi, lekin ishoninglar, aynan biz xohlagandek insonga nasib qilgan. Aka, proviz bormi? Endi Xudo xolasa endi o'qiysiz. Birinchi mashinangiz, Xudo xolasa. Aka, ilon tagidan shamol o'tib yursin. Aka, nima deysiz obunachilarga? Ishonchli ekanmi, rost ekanmi? Ishonchli ekan, haqiqiy aka. Ishonchli o'ynaylar. Albatta. Hech ham shubhaga bo'lmaydi. Xudo xolasa. Bo'lmasa o'ynab yutinglar. Yo'q. Hammalarga. Akamiz hayajonlanib ertalabgacha uxlamabdi lekin qoyil. Rahmat, sog' bo'linglar do'stlar. Abdushi, Alishkan yoramiz. Xudo xolasa keyingi avtomobilimiz Cobalt avtomobili bo'ladi. Hammaga omad tilaymiz.